Bugun sizlarga kelin salom uchun zo'r narsalar ko'rsataman. Bu miram radrasimiz bo'ladi. Gulini o'zingiz bitta ko'rib baho berishingiz mumkin. Kelin salomda bilasizlar, katta, enali, etagi ko'proq rasxod bo'ladi, kengroq fasonda bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha kattaroq gul tavsiya qilamiz biz. Bu bitta variantimiz. Bunisini ham bitta ko'ring. Xo'p, bu variantimiz ham juda ommalashgan, juda chiroyli, ko'pchilik yoqadigan nusxamiz bo'ladi. Bu ham adresda bo'ladi. Nimaga men sizlarga adres tavsiya qilyapman? Chunki adresga bemalol tosh qadasalang, qo'l mehnati bilan ishlab bersalang bo'ladi. Endi atlas tavsiya qilsam, atlasda titilishli xususiyati bor. Shuning uchun men sizlarga faqat adres ko'rsatyapman. Mana 3-xilim. Bu juda neobichniy narsa bo'ladi. Bu где-то bir 60-70% odamga, ayollarga, qizlarga yoqadigan narsa, juda chiroyli narsa bo'ladi bu. Xo'p, bularda juda assortiment katta. Bular assortimentini siz bemalol Telegram kanalimga kirib, hatto batafsil hammasini ko'rib olishingiz mumkin. Menga zakaz qilishingiz mumkin. Men bu mahsulotlarni O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beraman.